Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan esa Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz Barselonaning 3.5 himoyachisi Pedri Gonzalez, De Jong hamda Dani Olmolarni full holatga yetkazamiz. Xo'p, bu o'sha adminim meni eng qadrdon DLS bo'yicha do'stlarimdan biri Shohruxning akkaunti albatta. Xo'p jigarlar, bu 3 futbolchini biroz oldingi kartasi, ya'ni bu video ancha avval olingan. Menga ancha avval yetib kelgandi. Menda vaqt bo'lmadi montajlar qilib, ovozlar yozib YouTube'ga joylash uchun. Shu uchun Olmo hamda De Jong hozirda darajasi oshgan. Bu futbolchilarni menimcha Shohrux sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Lekin biz eski holatda ularni kuchaytirishni boshladik. Xo'p, ikkinchi 157 ta olmosli kuchaytirgich, ya'ni 3 talik kuchaytirgichimizda bizda Breakhorst. Xo'p, ancha kuchayib qoldi o'yinchilar o'zi. Menimcha kuchaytirishlar biroz yetmasligi ham mumkin. Agar biroz yetmaydigan bo'lsa, yana bitta video qilib ikkalasini qo'shib yuborsak ham kerak. Xo'p, internetda biroz qotishlar. Xo'p jigarlar, bilasiz, YouTube'ga ancha vaqtlardan beri, deyarli 1 oydan beri videolar joylab borayotgan emas edim. Shu sababli YouTube'da biroz padeshkasiz qolib ketdim. Ya'ni YouTube'da videolar qo'ymadim. YouTube'da menga like bosildi yoki mana bunday odam kommentariya qoldirdi degan xabarlar anchadan beri kelmayotgan edi. Xo'p jigarlar, mana shu videoni qo'ldan kelgancha bomba qilib portlatib yuboringlar. Like, komment, prosmotr ideal bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoda Yamal hamda Rafinyani ham full holatga yetkazamiz. Xuddi shu akkauntda, bu adminim Shohruxning akkaunt. Agar mana shu video 150 ta like yig'adigan bo'lsa, yiqqanidan Rafinya va Yamal full holatdagi videoni YouTube'ga joylab yuboraman. Xo'p jigarlar, bizda birinchi 100 chiqdi. Pedridan tezlanishi 100 holatga yetdi va De Jongning ham tezlanishi 100 ga yaqinlashib qoldi, 97. Olmoda ham tezlanish baland, ya'ni bu uchala futbolchida ham tezlanish baland ko'rsatkichda ekan. Xo'p, keyingi kuchaytirish bizda stamina ham Pedrida 100 bo'lib qolishi mumkin, 98, tezlik 88. Va keyingi kuchaytirish bizda Breakhorst hamda De Jongning tezlanishidan 100 holat chiqarildi. Stamina 93 bo'ldi. Olmoda tezlanish 89, to'g'riroq tezlik 89 va keyingi kuchaytirgichimiz bizda Pedri hamda De Jongga tushdi va Pedridan 200 holatini chiqardik. Tezlik 88, STR 85. Bu futbolchilarni o'zi to'g'riroq texnikaga kuchaytirsa yaxshi bo'ladi, lekin texnika darajalari 83, Pedrilarda, De Jonglarda pas va kontrol darajalari balandroq ekan dedilar va Shohrux fitness holatiga kuchaytiraman dedilar. Mayli dedim. Nima qilsangiz ham o'zingizning akkauntingiz dedim. Bosib jaring dedim va bosib yubordilar. Xo'p jigarlar, ko'rib turganingizdek De Jong deyarli full holatiga yetib qoldi. Mana aytganimdek videoni endi qo'shib yuboramiz. 3 ta kuchaytirgich va olmoslar yig'ibdilar. 2 talik kuchaytirgich keyingisi. Pedridan menimcha tezligidan 100 chiqarib bo'lmaydi endi. 97lar bo'lib qoladi shekilli tezligi. Xo'p, keyingi kuchaytirish Pedri va De Jongga tushmoqda. De Jongdan ham 200 bo'lsa, yo'q, 200 ham chiqmaydi. De Jongdan bitta acceleration, ya'ni tezlanish darajasi 100 holatga yetib qoladimi deyman. Va mana De Jong full holatga yetdi. Stamina 87, tezlik 94, STR 96 va tezlanish 100 holatda. De Jong uncha yaxshi kuchaymadi. Agar texnikaga kuchaytiriladigan bo'lsa, takidan pas, kontrol, zarba darajalaridan 3 ta va takling ham qo'shib 4 ta 100 chiqarsa bo'lardi lekin. Xo'p, bizda Pedrida speed 96, STR 93 holatda. Olmodan ham menimcha 300 chiqarish qiyinroq va Pedri full holatga yetdi. Tezlik 98, STR 95 holatga yetdi. Xo'p, Olmoda esa speed 93, Pedri juda chiroyli holatda full holatga yetdi. Olmoda esa tezlik va tezlanish biroz pastroq. Menimcha yana bitta yoki ikkitalik kuchaytirish bossa bo'ladi.
Xo'p, Rafinha chiqibdi. Rafinhani sotib olamiz albatta. Rafinha yaxshi futbolchi. 85 darajada Dilisi 26 vaqtida uni 86 holatida kutgandik, lekin 86 darajaga erishmadi. Shu sababli Rafinhani endi ikkitalik kuchaytirish bosib yuboramiz Rafinha hamda Olmoga. Hop jigarlar, mana ikkitalik kuchaytirish bosildi. Rafinhaning stressiga tushib qoldi va Olmodan 200 chiqarib oldik. Endi tezligini biroz balandroq qilishimiz kerak. Yana bitta ikkitalik kuchaytirish bosamiz. Yo'q, bittalik bosar ekanmiz. Rafinhaga tushmoqda. Mana Rafinhani oldik. Keyingi videoda, mana shu videoda 150 ta like bo'lganidan keyingi videoda Rafinha hamda Yamalni yoniga sotib olaman va ikkalasini qolgan kuchaytirgichlar yig'ib full holatga yetkizaman. Xo'p, mana bizda Olmo full holatga yetdi. Tezlik 93, tezlanish 100 va str 90 holatiga yetdi. Uchala futbolchi ham ideal kuchaydi deya olmayman. Meni akkauntim emas, meni xohishim bilan kuchaymadi. Bu adminimning akkaunti. Agar akkauntda bu futbolchilarni kuchayish sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Yoqmagan bo'lsa ham like bosib, albatta kommentariyada izohingizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.